Bugun sizlar bilan 3 qit'ani birlashtirgan sultonlik Usmoniy turklar davlati haqida gaplashib o'tamiz. Beylikning tashkil topishi. Saljuqiylar davlati parchalangach, uning Anatoliyadagi mulklari bir nechta mayda beyliklarga bo'linib ketadi. Ulardan biri Kichik Osiyoning shimoliy-g'arbida joylashgan Usmon beyligi edi. Beylikning ilk hukmdori Erto'g'rul bo'lsa ham, ammo uning o'g'li Usmonbey davrida beylik mustaqil davlatga aylanganligi uchun uning nomi bilan Usmon beyligi deb atalgan. Keyinchalik bu davlat Usmonlilar imperiyasi nomini olib, o'rta asrlarda jahonning eng qudratli davlatlaridan biriga aylandi. Usmonning ajdodlari O'g'uz qabilasidan bo'lib, O'rta Osiyodan Anatoliyaga ko'chib kelishgan. Erto'g'rul boshchiligidagi qabila Saljuqiy sulton Alauddin Qayqubot ikkidan ruxsat olib Bizantiya chegarasidagi eski shaharga joylashadi. Erto'g'rul tez orada beylik yerlarini Bizantiyaga chegaradoshlar hisobiga kengaytiradi. Erto'g'rul vafotidan so'ng uning o'g'li Usmon 1299-1326 yillarda beylikka boshchilik qiladi. Usmoniy turklar davlati Kichik Osiyo, Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, qisman Kavkaz va Qrim hududlarini egallab, 3 qit'ani birlashtirgan davlat hisoblanadi. Davlatning asoschisi Usmon I.